29-sentyabrda kelgan mijozlarimizni ko'rib qoldik oshxonada bexosdan. Yaxshi keldinglar. Assalomu alaykum hammaga. Biz 29-da keldik bu yerga. Bu yerda sharoitlar biz videoda nima ko'rgan bo'lsak, hammasi shu. Hammasi zo'r. Shunaqa formalar berishadi, oyoq kiyimgacha berishadi va dezinfeksiya qilib ichkariga yuvadigan joylar bor. O'z tartibi bilan ketadigan joylar bor. Shu yerga boramiz, sexlar bor, har xil sexlar bor. Biz pishiriq sexida ishlaymiz. U yer juda ham yaxshi, barakali joy. Nima ish qilishdan qat'iy nazar hamma yordam berib ishlashadi bizlar bilan. Hech og'ir ko'tarmaymiz, hammasi yaxshi. Soat 9:30da, 9larda nimaga choy ichishga kelamiz shirinlik bilan. Biz aytganimiz shirinlik xili bo'ladi, har xilidan. Obedda xohlagan ovqatingiz, xohlasangiz sho'rbalar bor, xohlasangiz 5 xil, 6 xil narsalar bor. Har xil narsalar bor. Bu yerda choyni 2 xili bor. Xohlasangiz damlab ichasiz, xohlasangiz shirin choy bor. Kompotlar ham bor. Agar sovuqroq bo'lsa, xohlaganingiz issiq qilmoqchi bo'lsangiz, mikrovolnovkalari ham bor. Xullas, sharoit zo'r, faqat ishlash uchun kelish kerak, bekor yurishga emas. İşler yaxshi, yengil, og'ir ish yo'q. Biz ruletda ishlaymiz. Hamma qo'ldan kelgancha ishlayapti. 12-15 soat ishlayapmiz. O'zi 12 soat. Nimaga 15 soat ishlayapsizlar? Pulimiz ko'paytirish. O'zingizlar xohishingizga qarab, majbur emas. Yo'q. Zo'r. Mayli, opalar, charchadinglar, xudo xolasa.